Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Men hozir sizlarga ko'k kapta sho'rpisining tayyorlash usuli va asos materiallarni tunishtirib o'tmoqchiman. Oldi bilan tunishtirganım bir dona ko'k kapta, zanjil, ashuki muvofiq miqdorda, shaqoqol bir dona, xurishlardan tuz, oqmoch, tutqo, tuxu tamjahra, chilangan kavovchin, qarmoch, qizil chilan, olqat, nuqut qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Biz endi bu kaptarning quyruqini chiqarib o'tamiz. Chiqarib o'tib, o'ttirdan yerib, kaptarning dummi qismidan o'pkisini chiqarib o'tamiz. Biz endi bu sapal qachini o'choqqa qisib, sovuq suv qo'yamiz. Ondan bu kaptarni sovuq suv solamiz. Biz bu yerda sapal qach ishlatdik. Chunki sapal qachisiniki badanga aks ta'siri yo'q. Bu sho'rpim qaynab qoldi. Qaynagandan keyin ko'pikni olamiz. Ko'pikni elishki maqsad sho'rpni suzuk chiqarish, ya'ni sho'rpni tozalashdan iborat. Orqadan tuzdan 2 bolg'ish solamiz. Bir qaynagandan keyin zanjibilni nepiz yaplash to'g'rab solamiz. Shaqoqol nihoyatda kuchli termak. Shuning uchun biz kuchdan bir qismini solamiz. Shaqoqol deganimiz hanzu tilda danguy deb atildi. Ya'ni qaytadan ko'pikni olamiz. Endi yumshatilgan nuqtani solib olaylik. Chunki bu chalib chiqqan kaptar bilan o'xshash pishib chiqadi. Ondan yana bir ko'pikni olamiz. Orqadan kavochin suvi qo'yamiz. Qaynagandan keyin o'tni pasaytirib, tuz, yarim bal qo'shiq, oqmoch yarim bal qo'shiq, tetitqo yarim bal qo'shiq silib aralashtiramiz. Siz bu kaptarning yumshoq qattiqlik qarta vaqtni o'zingiz belgilab sus o'tda oldirmay pishasini tayyor bo'ldi. Vaqtni to'shga vaqtni chayla. Kaptar pishgandan keyin chilanning o'ttirni yeritish maqsad vaqti o'tgan o'tmaganini ko'rish. Ondan olqatni silib orqadan olqatni ham chiqqan qadar yana dumlaymiz. Ashtoq suzuq qaynayapti. Ol piyozni ushoq to'g'rab solamiz. Orqadan ashukini ushoq to'g'rab solamiz. Ashuk solish maqsad bu sho'rpiga ishlatgan butkul materiallar o't issiq bo'lib, har xil mijozdagi odamlarga mos keladigan tayyorlash maqsadida bu ashukini ushoq to'g'rab solamiz. Bu sho'rpini har xil mijozdagi odam bemalol iste'mol qilsangiz bo'laveradi.